Assalomu alaykum aziz muxlislar. Asosiy mavzuga o'tish oldidan nima uchun negativ kanalidagi videolarning asosiy qismi ko'rinmayotgani haqida sizga tushuntirib ketsam. Negativ kanaliga Aspect 24 kanal nomidan strike'lar keldi. Ya'ni bizning negativ kanalimiz go'yoki shu Aspect 24 kanalining videolarini ruxsatsiz qo'ygan ekanmiz. Shuning uchun ana shu kanaldan mualliflik huquqi da'vo qilingan shikoyatlar bir kunda 2 marta negativ kanaliga keldi. Negativ kanali shu paytgacha hech qaysi kanaldan videolarni ruxsatsiz olib qo'ymagan. Aspect 24 kanal tayyorlagan video lavhalarni Aspect 24 kanal rahbari Jahongir Mamajonovning iltimosi bilan negativ kanalda qo'yganman. Jahongirning Telegram orqali yozgan ana shu iltimoslari bizda saqlangan va hozir siz o'sha suhbatlarning skrinshotini ko'ryapsiz. Aspect 24 kanali boshlig'i Jahongir Mamajonov bilan har doim do'stona gaplashib kelganmiz. Kerak paytda har qanday yordam, maslahatlarni o'sha yigitdan ayamaganman. Videolar ustida shikoyat olishdan avval u mening o'zimga bir og'iz aytsa, o'sha videolarni o'zim olib tashlardim. Kunda kunora telefonda menga chiqib hol-ahvol so'rab, meni ustoz deb chaqirib yurgan Jahongirni nega birdaniga negativ kanaliga hujumga o'tgani sabablarini o'rgandim. Hatto buni sabablarini bilsam ham. Aniqlaganim shu bo'ldiki, Jahongir Mamajonov strike'larni o'z ixtiyori bilan jo'natmagan. Uni nima uchun bu yo'lga o'tib olgani sababini sizlarga keyinroq gapirib beraman. Men kanalimga birinchi shikoyat kelgandayoq o'sha Jahongir Mamajonov bilan bog'lanishga harakat qildim. Uning Telegramdagi nomeriga va qo'l telefonlariga bir necha marta ulanishga harakat qildim. Masalani uning o'zidan eshitmoqchi bo'ldim. Biroq Jahongir yer tagiga kirib ketgandek gumdon bo'lgan edi. Biz albatta YouTube kanalining adminlari bilan bog'lanib, keltirilgan da'volar haqida gaplashdik. Masala aslida qanday bo'lganini ularga ham tushuntirdik. Va aynan YouTube kanalining administratori maslahatlari bilan negativ kanalidagi ko'plab videolarni vaqtincha ko'rinmas qilib qo'ydik. Kanal joyida u yo'qolmagan. Eng asosiysi siz muxlislar bilan aloqalarimiz ham uzilib qolgani yo'q. Texnik tanaffus qancha davom etishini men hozircha bilmayman. 20 kundir, balki bir oy davom etar. Hamma xavf bartaraf etilgach, negativ kanalni yana o'z joyida YouTube'dagi efirda ko'ra olasiz. Hozircha esa negativ dasturi o'z videolarini o'zining Telegram kanalida namoyish qilib turadi. Tez vaqt ichida shu yerda barcha videolarni Telegram formatida qo'yishni boshlaymiz. Yana bir gap. Strike'larni birgina men olganim yo'q. O'zbekiston ichida ijod qilayotgan bir necha bloger kanallari ham ana shu strike'lar oqimi ostida qolgan. Masalan, Siroj Media kanali bir kunning o'zida 3 ta strike olgan. Bloger Olimjon To'xtanazarovning kanali esa yopilib qolgan. Yana bir ikkita faol blogerlar ham o'zlarining kanallariga tinmasdan strike shikoyatlar kelayotganini aytishmoqda. Bu nimani bildiradi? Nega O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari birdaniga bloger va jurnalistlarning ovozlarini o'chirish yo'llarini birdaniga qidirib qolishdi? Mamlakat ichidagi tashkilotlarda ishlayotgan shu manbalarimizning aytishlaricha 2 oy ichida O'zbekistonda muhim bir siyosiy voqealar bo'lib o'tadi. Vaziyatga tayyorgarlik avjida. Yaqin oylarda Senat raisi o'zgaradi, Tanzila Norboyeva o'z o'rnini boshqa bir ayol mulozimga bo'shatib beradi, dedi Toshkentdagi manbamiz. Saida Mirziyoyevani Rim papasi qabul qilganini e'tiborga olsak, kelayotgan mishmishlarda jon bordek. Chunki Rim papasi aytishlaricha o'z vaqtida prezident Islom Karimovni qabul qilmagan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning papani qabuliga kirishdagi urinishlari ham besamar ketgan deyishmoqda Toshkentdagi manbalar. Demak, 2026-yilning bahori Toshkentda katta siyosiy o'zgarishlar bilan boshlanadigan ko'rinadi. Hukumat mana shunday o'zgarishlar oldidan gapira oladigan, voqelikka baho bera oladigan oz sonli blogerlarning og'zini yopish yo'liga o'tgandek. Men kanal yopilib ketishidan qo'rqmayman. Fikrlarimni, so'zimni sizga yetkazishning ming bir yo'li bor. Davlat idoralari oramizdagi yuzsiz, lafzi yo'q, behayo kimsalar bilan til biriktirib, internet olamidagi jurnalist blogerlarga hujum uyushtirgani bilan biz o'z so'zimizni sizlarga baribir yetkazaveramiz. Doim aloqada qoling. Videolarimizni Negativning Telegram kanalida ko'rib boravering. Menga yozmoqchi yoki gaplashmoqchi bo'lsangiz, mana shu nomerlardagi Telegram yoki WhatsApp orqali bog'laning.
Bugungi ko'rsatuvimizda konstitutsiya va uning ishlamayotgan moddalari nimalarga olib kelish haqida gaplashamiz. Hammangiz ko'rdingiz, 8-dekabr kuni O'zbekistonda konstitutsiya kuni bayram qilindi. Biroq shu bayramni nishonlayotgan amaldorlarning aksari yil davomida aynan mana shu konstitutsiya moddalarini buzib kelayotganlarning o'zi. Shu kuni ular bir-birlarini tabriklashadi, sovg'alar ulashishadi. Va shubhasiz, ularni birortasi o'zi men shu konstitutsiya mana shu bayramga loyiqmanmi? Konstitutsiyaga meni hurmatim bormi degan savolni o'ziga bermaydi. Konstitutsiya nima ekani haqida yaxshi bilasiz. Shunday bo'lsa-da, sizlarga eslatib o'taman. Konstitutsiya mamlakatning eng yuqori qonunlar majmuasi. U davlat qanday boshqarilishi, fuqarolarning qaysi huquqlarga ega ekani, mansabdorlar qanday ishlash kerakligini belgilab qo'yadi. Prezident, hukumat, hokimlar imzolaydigan har bir qaror avval konstitutsiyaga mos kelishi zarur. Agar biror hokimning qarori konstitutsiyaga zid bo'lsa, u bekor qilinishi shart. Ammo aziz tomoshabin, atrofingizga boqing. O'zbekistonda konstitutsiya ishlayaptimi? Konstitutsiyani istagan varog'ini ochib, istagan moddaga to'xtang va o'sha moddani o'qib ko'ring. Na kulishni va yig'lashni bilasiz. Masalan, konstitutsiyaning 2-moddasi. Davlat xalq irodasini ifoda etadi, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 2-moddasi. Baxtiqaro O'zbekiston Konstitutsiyasining eng ishlamaydigan moddasi ham mana shu bo'lsa kerak. O'zbekistonda yashaysiz. Juda ahamiyatli bo'lgan shu moddaning mohiyatiga tushunasizmi? Qarang, sizga sodda qilib tushuntirishga harakat qilaman. Bu moddada davlat xalq nima desa shuni bajaradi. Har bir hokim, ministr, qo'yinki prezidentgacha xalqning oldida qo'l qo'shtirib turishi, uning gaplarini birinchi navbatda eshitish kerak deyilgan. To'g'ri, prezident yoki uning yordamchisi Saidaxon poshsha qiz sizni hech qachon qabul qilmaydi, chunki ular nihoyatda band amaldorlar. Nafas olishga vaqtlari yo'q. Vodiydan kelganmisiz yoki uzoq vohadanmi, poytaxtdagi davlat idoralarida o'tirgan do'mboqqina 200 qip-qizil opaxonlar va akaxon mulozimlarga farqi yo'q. Ularni bir og'iz marhamatini kuta poytaxtning sovuq tosh skameykalarida, parklarida tong ottirasiz. Assalomu alaykum. Muzlab qoldik, hali ham ko'chada o'tiribmiz. Lolapaning mazasi qochib, issig'i chiqib yotibdi. O'tiribmiz muzlab, mazamiz yo'q. Soatim 3 ga yaqinlashib qoldi o'zi. Juda sovuq va atmosfera ham, havo ham mana tomoqlar og'rib, oyoqlar uyushib. O'lib ketamiz. Hokimlar maza qilib yotibdi. Ular taqam isqan o'rnida bir o'ylamaydi, nagranarda ham boradigan joyimiz yo'q. Mana shu ko'chada qoldik. Soatni bersam soatni ko'rsataylik. Mana shu soatim necha bo'libdi? Soat 2dan 26 minut o'tibdi. O'lib qolamiz. Juda sovuq bo'lyapti. Hozirgina siz videoda ko'rgan odamlar Surxondaryodan Toshkentga kelgan nogironlar. Qaysidir kallasi g'ovlab ketgan mulozimning buyrug'i bilan bu nogironlarga ipoteka krediti asosida uy berilgan. Bu nogironlar bo'lsa, ular ishlay olishmasa, davlatning qaramog'ida bo'lsa, ular ipoteka kreditini qanday to'lashadi deb birorta davlat mulozimi savol qo'ymabdi. Viloyatga prezident kelyapti. U bizni nogironlar qanday chiroyli uylarda mazza qilib yashayotganini ko'rsin degan o'sha ura tushuncha bilan mahalliy hokim va o'sha prezident bir maslahatchisi bor. Tursunxon Xudoybergenov bilan til biriktirib, nogironlarga o'sha ko'p qavatli yangi uylardan xonadonlarni berishadi tantana bilan. Prezident viloyatga kelib nogironlarga yaratilgan sharoitlarni ko'rib, hokimni maqtab, hammasi zo'r ekan Surxondaryoda deb Toshkentga qaytib ketadi. Va mana oqibat, oradan vaqtlar o'tgach, bank kreditlarini qaytarishni so'rab, nogironlarni uylaridan haydab chiqarish bilan tahdid qila boshlaydi. Men Bo'riyev Mohira, Surxondaryo viloyati Termiz shahri Guliston mahallasida istiqomat qilaman. Bizlarga 1-2 guruh nogironlariga
12, 17, 18 uylardan xonadonlar ajratilgan. Biz bundan 2018-yil bu uylarni olib boshimiz juda osmonga yetgan edi. Bizga ish bilan ta'minlanish, keyin foizlardan yordam bo'ladi degan va'dalar bor edi. Lekin umuman buning aksi bo'lib chiqdi. Biz asosan foizlaridan ham qiynalyapmiz. Bu asosiy qarzni to'lashga bir amallashimiz mumkin edi, lekin foizlari bizni juda charchatyapti. Juda sharoiti og'ir oilalar bor, kolyaskadagi ayollar, erkaklar bor. Umuman 1 million pensiyada yashaydigan 2-3 farzandi bor ayollarimiz, yolg'iz ayollarimiz bor. Ular qayerdan to'lasin? O'sha 1 million pulini men umuman nogironlar nomidan gapirmoqchiman. Mayli, o'sha menga bo'ladigan yordam, mayli shularga bo'lsa ham men roziman. Lekin o'sha 1 million pensiya bilan ular bolalariga non yedirsinmi yo o'zlariga dori-darmon olsinmi yoki uy to'lovini qilsinmi, gaz, svet, suv, musur, shirkat bular to'lasinmi? Men hurmatli Shavkat Miromonovich sizdan iltimos qilib so'rayman. Men ko'zim ojiz. O'zimda ham qaramog'imda 2 nafar farzandim bor. Yolg'iz onaman. Lekin mendan ham sharoiti og'ir odamlar bor. Iltimos, sal bir haqiqat ko'zi bilan qarasangiz, bizga ozgina yordam qilsangiz, bizga o'xshagan qiynalib yurgan odamlar O'zbekistonda yashar ekan, qanday qilib biz O'zbekistonda erta kelajagini porloq nazar bilan ko'ramiz. Iltimos, yordam qiling prezidentimiz. Sizdan o'tinib so'rayman. O'zbekistonimizni o'sha kelajagimiz, yoshlarimiz barkamol yashashi uchun bizga ozgina yordam qiling. Mana shu yerda meni o'zi 12-domda juda og'ir ahvoldagi qo'shnilarim bor. Masalan, Bo'ronova Mastura onkologik kasal 1 million pensiya oladi. U o'zini dori-darmonidan ortmaydi. Qosimov Murodjon bor, kolyaskada. Gulyamova Sayora bor. Bu ham shunday, xuddi shunday. Iltimos, bizga yordam qiling. Bizlarni mana shunday qilib azob berib o'tiribdi-da. Yomg'ir yoqqan kun ham kelyapti. Uyni bo'sha deb kelyapti. Ish bilan ta'minlaymiz, ta'minlamadi ham. Alda bizlarga bekredit, bepullar deb bizlarni kreditga ulab qo'ygan ekan. Biz bilmasaydik, bank agar bunday kreditni yo'ganimizga edi o'zimiz shaxsan oyma-oy to'lovini qilib oladigan olar edik-ku. Bir ozgina kechirsangiz bank necha marta kuniga keladi. Bu oila bank kelmayapti, eslatmaydi ham, to'satdan kirib kelyapti, qarzingiz bor ekan deyapti-da. Bir marta aytib sud-put qilmasdan o'zaro odamlarni jo'natyapti uylarimizga. Chiqarsizlar, majbur chiqarsizlar deyapti. Chiqaramiz deyapti. Bilmayman uncha nogironni qayerga chiqaradi. 54 ta nogiron qayerga chiqadi. Avvaldan boshidan unday bo'lmagan edi. Shartnomamiz, qarorimiz hammasi o'zimizda turibdi. Nima qilishni bilmadi. Qishda qish demasin kelyapti, yoz demasin kelyapti. Mana 4 ta nogiron. Bir domda 3 ta, bir domda bitta sotilyapti. Endi bank aytishicha bizga farqi yo'q dedi. Biz o'zimiz pulimizni olamiz dedi. Biz pulimizni olamiz dedi. Uni uyda egasi bilan sotib olgan, sizlar bilasizlar dedi. Bir boyni o'ldirasan dedi, qoldirasan dedi, sud qilasan, sizlarni ishlaring dedi. Bular har bir mana shunaqa sotgan uyni ustiga foydasiga 10% foyda qolar ekan bularga. Bizga deydi qancha bo'lsa sotilgani yaxshi deyapti. Bu yerda bank o'zini oqlab olyapti-da. Mana bizda o'zi uncha pulimiz yo'q. Misol 20 yilga bergan buni, 38-yilgacha. Hali 8 yil deganga olyapti uyimizda. Nogiron va kam ta'minlanganlarning huquqlari Konstitutsiyada aniq-tiniq qilib yozib qo'yilgan. Ularning ta'minoti to'liq holicha bugun bor, ertaga yo'q homiylar gardaniga emas, davlatning byudjetiga bog'langan. Faqat negadir mas'ul idoralarning rahbarlari, hokimlar, ayniqsa Surxondaryoning hokimi, o'zidan mahalliy xudo yasab olgan sobiq prokuror Ulug'bek Qosimov nogironlar, kam ta'minlanganlarning dardini eshitmaydi. Ular uchun ajratilgan mablag'larni boshqa maqsadlarga bemalol sarflab yuboradi. Oldilariga yig'lab kelgan nogironlarni esa mahalliy biznesmenlarning oldiga jo'natadi. Negativ dasturi g'aladonida Voydod hokimdan bor mablag'imizni homiylikka tortib olyapti deb yozgan tadbirkorlarning murojaatlari juda ko'p. Bu murojaatlarning barchasi O'zbekiston Konstitutsiyasidagi ijtimoiy tenglik haqidagi moddalar xo'ja ko'rsinga yozilganini ko'rsatib turibdi.
O'zbekistonda davlat idoralari devorlari ortida fuqarolar qiynoqqa solinadi. Asosan huquqini bilmaydigan, orqasida hech kim yo'q, kambag'al oilalarning vakillari yoki organ xodimlarining noqonuniy talablariga bo'ysunmagan har qanday o'zbekistonlik qiynoqqa solinadi. O'zbekiston fuqarosi, men atay fuqaro so'zini ishlatmayapman, o'sha fuqaro so'zi arabchada qashshoq so'zini bildirar ekan. Qaysi davlat idorasiga kirsa, yuragini hovuchlab kiradi. U hokimiyatga borsa, hokimning g'azabidan, prokuraturada prokurorning mushtidan qo'rqib turadi. O'zbekistonda amaldor degani borki, fuqaroni hech bo'lmasa tili bilan bir turtib o'tadi. Har yili 8-dekabr kuni amaldorlar tomonidan karne sunnay bilan bayram qilinadigan konstitutsiyada qiynoqlar haqida alohida modda bor. Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, boshqa shafqatsiz odamni qadr-qimmatini kamsituvchi tarzda tajovuzga duchor etilishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26-moddasi. Bu moddaning ma'nosi shuki, O'zbekistonda qiynoqlar mutlaqo taqiqlangan. Hech qanday sharoitda, hatto jinoyatda gumon qilinganda ham qiynoq qo'llanishi mumkin emas. Bu inson sha'an va qadr-qimmatiga oid asosiy konstitutsiyaviy huquqlardan hisoblanadi. O'zbekiston qiynoqlar bo'yicha har bir qancha o'sha xalqaro hujjatlarni imzolagan, majburiyatlarni olgan. Qiynoqlarga yo'l qo'yilmasligiga xalqaro hamjamiyatni ishontirgan O'zbekiston qiynoqlarsiz tergov qilishni, aybdorlarni jazolashni, qiynoqlar tufayli jabrlanganlarga kompensatsiya berishni, mustaqil monitoring o'tkazilishini ta'minlashni yo'lga qo'yish kerak edi. Biroq O'zbekiston Islom Karimov davrida xalqaro majburiyatlardan chekindi. Qiynoqlarga barham bera olmadi. Mana endi Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham qiynoqlar davom etyapti. Oxirgi 10 yil ichida tergovxonalarda tepkilar va tayoqlar zarbidan o'lganlar soni ko'paysa ko'paydiki, kamaygani yo'q. Bu haqda barcha ma'lumotlardan sizning xabaringiz bor. Tarmoqlarda juda ham ko'p yoritilgan. Qancha odamlar tergovdan tirik chiqmayapti, qanchasi jazoni o'tash joylarida o'ldirilyapti. Bu haqda jabrlangan tomon qancha shikoyat qilmasin, hukumatning javobi bitta. Bu bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonda qiynoqlar yo'q. Insonning konstitutsion huquqlari buzilar ekan, hukumat bu faktni tan olmaydi. Tan olsa-da aybni o'zidan soqit qiladi. Butun aybni bitta xodimga yuklaydi. Ya'ni tizimda ayb yo'q, tizim ishlayapti, ayb anov Palonchiyevda. U o'zini tuta olmagan. Qiynoqqa tutilgan odamni hattoki prokuror himoya qilmaydi O'zbekistonda. Prokuror militsiyani yoniga oladi. Imkon qadar ishini yopishga harakat qiladi. Misolmi? Marhamat. Bundan 3 yil avval zominlik militsionerlar tomonidan ko'chadan ushlab ketilib, Zomin tuman ichki ishlar bo'limi binosida o'lasi qilib qiynoqqa solingan Berdimurodov Abduqodir. 2022-yilning avgust oyidagi kunlarning birida u Shirakayev militsiya xodimlari nazariga tushadi. Yigitni bo'limga olib ketishadi. Abduqodirni u yerdan tez yordam mashinasi olib chiqib ketadi. Qarang, oradan 3 yil o'tibdiki, sog'lom yigitni nogironga aylantirgan militsiya xodimlari hali ham ishlab yurishibdi ekan. Nimalar bo'lgani haqida Abduqodir negativ dasturiga, kanaliga gapirib berdi. Uning hikoyasi tirik insonni shokka tushiradi. 3 yil avval bayram kuni ko'chada o'rtoqlar bilan gaplashib turgan Abduqodir negadir militsiya xodimlarini g'ashiga tegadi. Uni olib ketmoqchi bo'lishadi. Lekin tabiiyki Abduqodir ko'nmaydi, asos talab qiladi. Kuch ishlatib Abduqodirni Zomin tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelishadi va uni o'sha yerda vahshiylarcha kaltaklashadi. Oqibatda Abduqodir hayot uchun xavfli bo'lgan kuchli travmalar oladi. Ichki a'zolari eziladi. Bir necha qovurg'asi sinadi. O'sha kuniyoq Abduqodirni tez yordam mashinasida kasalxonaga olib ketishadi. Mana bugun o'sha voqeaga 3 yil 4 oy bo'libdi. Bugun Abduqodir 3-guruh nogironi, ishga yaroqsiz, lekin uni shu ahvolga solganlar hamon ichki ishlar idoralarida ishlab kelishmoqda. Ularni jazoga tortish uchun qilingan Abduqodirning barcha harakatlari zoya ketmoqda. Abduqodirning video intervyusini to'liq holicha Negativning Telegram va Instagram, TikTok kanallarida tomosha qiling. Hozir sizga uning hikoyasidan eng ta'sirli joyini namoyish qilaman.
Uchta milisa xodimi, meni urgan milisa xodimlari bilan ikkita vrach, bitta 80 kirgan xotinni xulosasi bilan yopibdi. Jinoyatchilarni fikri bilan ishni yopibdi. Xulos tergov bo'lgan yo'q borki, men 2 marta tergovga boryapman-da, tergov bo'lgan yo'q. Keyin shu bilan 3-chi marta keyin zominga berdi, yana iki prokuraturaga berdi. Keyin ikkinchi tergov Jizzax oldida zomin iki prokuraturasiga berdi. Xulos men bir daraxtman yo toshman yo bir narsaman, iki prokuratura tergov qilsa. Keyin bu yerda Diyor degan bir yigit o'tkazayapti, u yigit men olib boryapman, bolalarni olib boryapman. Oldingi xulosangizda qolasizmi? Ha, qolaman bo'ldi. Shu bilan u ham yopib tashlayapti. Keyin u bola 13 varaq qog'ozdan Diyor tergovda 7 varaq bo'lib qolyapti. 6 varaq qog'ozni yo'q bo'lib qolyapti. Xulosani boshqatdan yozyapti. Shu orada keyin men Melsaxonaga Farhodaga to'ychib chaqirdi-da, Abduqodir dedi. Xulos dedi, men kamerani ko'rdim dedi. Xulos 3 ta melisa, siz 4 talangiz ishni qildingiz, 120 ta melisa xodimi poqqa belandi dedi. Kamerani to'ychib ko'rgan ekan, nima uchun shuncha prokuratura kamerani ola olmadi? Nima prokuratura bu yerda yo pulga ishladimi yo boshqa ishladimi? Oddiy xalq bir aybi chiqib qo'ysa jinoyatchi bo'lyapti. Bir ichki ishlar xodimi bironta aybi chiqib qo'ysa, ular adashmovchilik bo'lib qolyapti. Abdulla prokurorning oldiga bir kun kirayapman, 24-dekabr kuni kirayapman. Kirsam, Abduqodir sizga 2 marta pul olib nima uchun olmadingiz debdi. Prokurorning gapini qarang, tergov bo'layotgan. 300 million pul beraman debdi, 11-yanvar kunigacha debdi, ishni yopaylik debdi. 300 million pul berarmiz prokuror. Ichki ishlar qayerga qarayapti, prokuratura qayerga qarayapti? Men oddiy xalq bo'lsam, men xolos qayerga borsam faqat yopilaydi. Mana 3 yil bo'lyapti-ku, shu 3 ta jinoyatchi, mana ikkitasi haligacha ichki ishlarda ishlayapti. Bittasi pensiyaga chiqdi. Bu pensiya olyapti. Pensiyani nimaga olyapti? Shu meni urib, qo'rg'an, sindirgani uchun, ichaklarni yorgani uchun davlat pensiya beryaptimi? Lekin men 3 yilda men qiynalib kelyapman. Ahvolim bir ahvolda tang bo'lib. Ikkinchi guruhga nogiron chiqaruvdi. Shuni ham 2 yil chiqardi. Kecha bordim, FTEKka bordim. 3-guruhga qilyapti. Shuni tashqarida milisa xodimlari turibdi. FTEKka ham borib gaplashyapti. Buni qo'lini kalta qiling. Bu internet tarmoqlariga, boshqa yerga hech qayerga bora olmaydigan qilaylik debdi. Buni qanday tushunsa bo'ladi? Buni qanday qilsa bo'ladi? Hal qilsa bo'ladi? Jizzax viloyat prokuraturasi mana 2 yilda menga xulosa bermaydi. 20 marta 10 yillikka 20 marta chiqqanman men. Bironta javob yo'q. Bir varaq qog'oz yo'q. Faqat menga Shamshiyev qog'ozi bilan keladi. Shamshiyev o'rinbosari qog'ozi bilan Respublika ichki ishlar Respublika prokuraturasi u qog'ozni olmar ekan. Faqat bosh prokurorning qog'ozi bilan xulosa bo'lsa keyin respublikaga o'tkazar ekan. Respublika lekin ko'rmayapti u ishni. Hozir 2 marta olib bordim, bosh prokuror qog'ozi bilan deydi. Bosh prokuror qog'oz bermaydi. Kesin meni oldimga bironta shu agar borki, men u xalq bo'ladigan bo'lsa, meni oldimga birontasi kelsin. Mana shu respublika bosh prokuraturadan, ichki ishlardan meni oldimga kelib, meni oldimdan men bilan bir suhbatlashsin, men ularni qog'ozini olib kelsin, shu chiqargan qog'ozni olib kelsin. Men bilan men aniq fakt bilan hammasini bo'yniga qo'yib beraman. Abduqodirning to'liq intervyusini bugunning o'zida Negativning Telegram kanalida ko'rishingiz mumkinligini eslatib o'taman. O'zbekiston hukumatı qiynoqlarga qarshi choralar ko'rayotganini doim gapirib keladi. Mamlakatning mulozimlari qonunchilik islohotlarini amalga oshirgani haqida xalqaro donorlar va boshqa tashkilotlar oldida miriqib ma'ruzalar qiladi. Ular biz jinoyat kodeksiga o'zgartishlar kiritdik, qiynoqlar uchun javobgarlik kuchaytirildi deyishadi har doim. Tezkor qidiruv, tergov bosqichlarida video, audio nazorati o'rnatilgani haqida hisobotlar berishadi. Biroq tergovda video yozuv qilish tartibi kiritilgan bo'lsa-da, bu amalda har doim qo'llanilavermaydi. U yerda sizni militsiya xodimlarini o'zlari video tasvirga olishadi.
qiynoqlarni qaysi turiga siz qanchalik bardosh bera olishingizni belgilash uchun. Qiynoqqa uchraganlar sha'nini tiklash va reabilitatsiya bo'yicha hujjatlar qabul qilingan. Qiynoq qurbonlariga kompensatsiya va huquqiy yordam mexanizmlari belgilab qo'yilgan. Ammo amalda vaziyat boshqacha. Hukumat rasman islohotlar haqida gapirsa-da, amalda qiynoq holatlari davom etmoqda. Buni hammamiz bilamiz. Farg'onalik Gulirona Qosimovaning ishi bunga yorqin misol. Ayrim qiynoq holatlari tashqi ta'sirdan keyin, ya'ni o'sha jamoatchilikka bu haqda oshkor bo'lib, tarmoqlar bu haqda shovqin qilgandan keyin tergov qilinadi. Lekin ko'p holatlarda jazo simvolik bo'ladi. Qiynoqqa solingan fuqarolarning shikoyatlari hukumat tomonidan deyarli e'tirof etilmaydi. Qiynoqni isbot qiluvchi video va audio dalillarni yashirish yoki chiqarmaslik holatlari ko'p uchraydi. Qiynoq qo'llagan mansabdorlarning ko'pchiligi lavozimda qoladi yoki yengil jazo oladi. Qiynoqlar davom etarkan hukumatning tutgan yo'li aqlni shoshiradi. Ular qiynoqlar bo'yicha shikoyatlarni xuddi o'sha odamni qiynagan organlarning o'ziga tekshirish uchun jo'natishadi. Demak, konstitutsiya davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar deydi. Prezident ham o'zining tabrigida konstitutsiyani mana shu bandi to'liq ishlayapti dedi. Chunki janob prezident har bir viloyatga bittadan qo'ygan vakilim xalq bilan yaqindan ishlayapti, xalqning ichida yuribdi, ularning muammolarini darhol hal qilyapti deb o'ylaydi. Ya'ni prezidentda fuqarolarim mening boshqaruvimdan 100% rozi degan ishonch bor. Shuning uchun bo'lsa kerak, viloyatlardan prezident apparatiga shikoyat bilan kelganlar imkon boricha ovozini chiqarmasdan orqaga, kelgan joyiga qaytarib yuboriladi. Ya'ni viloyatdan poytaxtga shikoyat ko'tarib kelgan fuqaro prezident maslahatchisi yoki o'sha maslahatchining biror yordamchisi oldiga kirar-kirmas arizachi kelgan viloyat hokimi bu haqda darhol xabar topadi. O'sha viloyatdan Toshkentga darhol choparlar yetib keladi va murojaatini mingta va'dalar bilan viloyatga qaytarib olib ketishadi. Uning murojaati yozilgan qog'oz esa qaysidir maslahatchi yoki uning yordamchisini o'sha changli g'aladonida qolib ketadi. Koshki o'sha fuqaroni yashash joyiga qaytarib olib kelib, uning muammosini hal qilishsa. Hal qilishmaydi. Ko'p holatlarda uni qo'rqitishadi. Yana Toshkentga borsang, o'zingga muammo orttirib olasan deb tahdid qilishadi. Konstitutsiyaning mana shu 2-moddasi, ya'ni davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar degan moddasi shu sababdan o'lik moddaga aylangan. Shu sababdan bosh prokurorning qabulxonasi oldida fuqarolar haftalab, oylab Nig'matullo Yuldashev janoblarini kutib o'tirishadi. Bosh prokurorni qo'ying. Oddiy tuman hokimiga arzingizni aytishingiz uchun uning qabulxonasida o'zingizdagi eng qimmat narsani, vaqtingizni yo'qotasiz. O'sha kuni ham ko'ra olmaysiz tuman hokimini. Hokim yo'q, bugun kelmaydi, saveshaniyada, xo'jalikka chiqib ketgan, Toshkentga ketgan, mehmonlar bilan yuribdi degan minglab bahonalarni eshitasiz har kuni uni o'sha qabulxonasida. 10 yil avval fuqarolarning barcha murojaatlari hurmatli Prezident Islom Abdug'aniyevich deb boshlanardi. Oylab javob kelmasdi. Hozir hurmatli Shavkat Miromonovich deb murojaat qilishadi. Kutish vaqtida biroz farq bor. Endi javobni yillab kutasiz. 200 ehtimolki 250-marta yozganingizdan keyin sizga javob xati keladi va unda shikoyatingizda ko'rsatilgan vajlarni tekshirib ko'rish uchun shikoyatingizni o'zingiz ishlayotgan tuman ijro organlariga yubordik degan yozuv bo'ladi. Aha. Siz prezident apparatiga o'zingiz ishlayotgan tuman ijro hokimiyati ustidan shikoyat qilgan edingiz, prezident maslahatchilari esa o'sha shikoyatingizni yana o'sha siz ustidan yozgan ijro hokimiyati mulozimiga jo'natibdi. Juda ham g'alati praktika. Tuman prokuror ustidan yozgan shikoyatingiz yana o'sha tuman prokuroriga qaytarib jo'natishadi. Shu shikoyatni tekshirib bir chora ko'ring deydi. Yoki bir necha yil murojaatlaringizga javob bermagan prezident apparatidan xat olasiz. Xursand bo'lib xatni ochib o'qiysiz u yiqilib tushay deysiz. Chunki o'sha xatda
8 kishilik guruh 4 oy avval sizni murojaatingiz bo'yicha tumaningizga borib, sizni uyingizga kirib, siz bilan uchrashib, sharoitingizni o'rganib kelibdi deyilgan bo'ladi. Albatta uyingizga mahalliy ijro hokimiyati vakillari kelmagan. Prezident apparatidan kelgan xabar fake, ya'ni yolg'on rasmiy ma'lumot. Men dasturni 2019-yildan boshladim. Har kuni o'nlab murojaatlar, video, shikoyatlar olaman. Ularni har birida bir dunyo dard va fig'on bor. Har bir murojaat ortida Konstitutsiyaning davlat mulozimi tomonidan xo'rlangan, zo'rlangan moddalar turadi. Men bir necha marta hokimning oldiga borib tepki yeb, qon bosimi oshib o'lgan keksa mehnat veteranini bilaman. Biri aravada, biri qo'ltiqtayoqda, yana biri ko'zi ojiz turmush o'rtog'ini poytaxtga yetaklab kelib, vazirlar mahkamasi oldida bizni uyimizni tortib olishyapti, yordam beringlar deb zorlangan nogironlar oldiga birorta ham mulozim chiqmagani haqida murojaatlar bor. Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Rostdanmi? Xalqning irodasi nima ekanini agar bugungi hokimlar, vazirlar va bir balobatlar o'sha kattalar bilishganda edi, hammasini yuragi yomon bo'lib qolgan bo'lardi. Bugungi hukumat xalqning irodasini tinimsiz sinab kelyapti. Rahbarlar xuddi xalqning ustida tajriba o'tkazayotgandek. Bugun O'zbekiston xalqi o'z irodasini, talabini mitinglar, yig'ilishlar yo'li bilan hukumatga yetkiza olmaydi. Masalan, qish faslida elektr energiyasi yetishmovchiligiga qarshi tabiiy gaz yoki bolalarga tekin tibbiy yordam ko'rsatish talabi bilan yoki o'sha korrupsionerlar, hokimlar zo'ravonligiga qarshi yoki ortiqcha jarimalarni bekor qilishni talab qilib ko'chada miting, piketlar o'tkazish mumkin emas O'zbekistonda. 4 ta odam yig'ilsa bo'ldi, darhol militsiya xodimlari yetib kelishib, hammangizni ichki ishlar bo'limiga tortib olib ketishadi. Hokimiyat vakilining talabiga bo'ysunmadi yoki o'sha ichki ishlar xodimini xizmat vazifasini bajarishiga to'sqinlik qildi degan moddalar bilan qamab qo'yishadi. Vaholanki O'zbekiston Konstitutsiyasida namoyishlar, mitinglar o'tkazish haqida alohida modda bor va hukumat bu moddani ishlashiga yo'l qo'ymaydi. Miting va yig'ilishlar o'tkazish haqida Konstitutsiyada nima deyilgan? O'qib ko'ramiz. Fuqarolar o'z ijtimoiy faolliklarini O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq mitinglar, yig'ilishlar va namoyishlar shaklida amalga oshirish huquqiga ega. Hokimiyat organlari faqat xavfsizlik nuqtai nazaridan bunday tadbirlar o'tkazilishini to'xtatish yoki taqiqlash huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 38-moddasi. Xullas 8-dekabr kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan nutqidagi ko'pgina fikrlar shubha uyg'otadi va mamlakatdagi hozirgi real holatni to'liq aks ettirmaydi. Parlament hukumatning asosiy qarorlariga ta'sir o'tkaza olmaydi. Parlament o'z qobig'iga o'ralib qolgan. U xalq bilan gaplashmaydi. Mahalliy hokimiyat organlari esa ko'p holatlarda o'sha ma'muriy vertikalga to'liq bo'ysungan, ya'ni mahalliy hokimlar o'zlari bilib, o'z hududidagi o'sha ijtimoiy, siyosiy, ekologik vaziyatga, xalqning kayfiyatiga qarab qaror qila olishmaydi. Hokimlar barcha masalalar bo'yicha o'z qarorlarini konstitutsiya asosida emas, prezidentning kayfiyatiga qarab qabul qilishadi. Shunday ekan o'ylanib qolaman, ishlamaydigan konstitutsiyaning nima keragi bor? Bekor qilishsa ham bo'laveradi-ku. Agar bugun hozir konstitutsiya bekor qilinsa, xalq munosabat ham bildirmaydi. Aniqroq bildirsa kerak. O'zi nima keragi bor edi shu konstitutsiyani davlatimiz rivojiga to'sqinlik qilyapti degan fikrlar tarmoqlarni bosib ketadi. Nima uchun? Chunki 33 yil mobaynida konstitutsiyani xalqqa chuqur o'rgatishmadi. Xalqning konstitutsiya haqidagi bilimi juda sayoz. Bugun mamlakatda ekologiya, ijtimoiy hayot izdan chiqqan, mamlakatda kambag'allar soni tobora o'smoqda, korrupsiya odamlarning joniga tekkan, qonunlar ishlamasligi natijasida tabaqalanish kuchayib bormoqda. Mana shu fonda O'zbekiston aholisini juda katta qismining orzusi mamlakat mustaqilligini korrupsioner hukumatdan saqlash emas. Odamlar bugun O'zbekistonni tezroq Putin Rossiyaga qo'shib olsaydi degan orzu bilan yashashadi. Ana shundaylardan bir nechtasiga nimaga sen shuni orzu qilasan desam, mana shunda yurtimizda adolat o'rnatiladi degan javobni aytishdi.
qonunlar ishlamaydigan, odamlar o'z hikmatidan qo'rqib yashaydigan mamlakatdagina odamlar adolatni, yurtni bosib oladigan bosqinchidan kutishadi. Aholi hukumatni o'z boshiga kelgan balo deb biladi. Tashqaridan boshqa bir davlat bostirib kirib, bizni shu balodan qutqarsa degan o'y, hayol bilan yashaydi. 2016-yilda shunga o'xshash voqea sodir bo'lgan edi. Mamlakatni 27 yil boshqargan Islom Karimov o'ldi. Progressiv o'zbekistonliklar yengil tin olishdi. Diktator o'ldi, endi rivojlanamiz, hayot yaxshilanadi deb o'yladi o'zbekistonliklar. Mana shu euforiya ichida mamlakatga vaqtinchalik prezidentni konstitutsiyaga zid ravishda tayinlanganini hech kim sezmay qoldi. Karimov o'ldi-ku, endi kim bo'lsa ham xalqni o'ylasa kerak deb o'ylagandi ko'pchilik o'shanda. O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha Senat raisi vaqtinchalik prezident lavozimiga o'tirishi va prezidentlik saylovlari kunini e'lon qilish kerak edi. Shundan so'ng nomzodlar aniqlanib, ular orasidan bir kishi umumxalq saylovida prezident etib saylanishi kerak edi. Bunday bo'lmadi. Senat raisi Nig'matullo Yo'ldoshev vaqtinchalik prezident bo'lishdan bosh tortdi va bu lavozimga o'sha paytdagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning nomzodini taklif qildi. Senat Shavkat Mirziyoyevni bir ovozdan vaqtinchalik O'zbekiston prezidenti etib tayinladi. Hech kim o'sha paytda konstitutsiya bunday demayapti, buzildi hozir konstitutsiya demadi. Sababi 35 yillik diktatorni ketgandan hamma eyforik kayfiyatda edi. Shavkat Mirziyoyev dalama-dala yurib ishlagan, xalqni biladi, tushunadi, o'z xalqini o'tga otmaydi degan bir tirik va tiniq umidlar bor edi xalqda. Mana yaqinda Shavkat Mirziyoyev prezidentligiga 10 yil to'ladi. Aziz tomoshabinlar, sizlar nima deb o'ylaysiz? Shavkat Mirziyoyevning 10 yillik boshqaruvi sizga, oilangizga nima olib keldi? Mirziyoyevdan nima kutgandingiz va nimani kutmagandingiz? Javoblaringizni mana shu ko'ringan raqamlardagi WhatsApp va Telegram kanaliga yozib qoldiring. O'zbekistonda konstitutsiyani buzayotgan amaldor, davlat mulozimi borki, minbarga chiqib qolsa, fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlari, inson sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, insonparvarlik va qonun ustuvorligi, jazo muqarrarligi haqida gapirib qoladi. Hamma narsani ko'rib turgan xalq esa bu gaplarning yolg'on ekanini yaxshi biladi. Bugun qaysi o'zbek bilan gaplashsam, sud tizimining mustaqilligi cheklangani, so'z erkinligi esa erkin emasligi haqida gapiradi. Konstitutsiyadagi huquq va erkinliklarning aslida aholi hayotida umuman aks etmayotgani haqida yozg'iradi. Masalan deb o'sha suhbatdoshim konstitutsiyaning 9-moddasini misol keltirdi. Bu moddada jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari xalq muhokamasiga taqdim etiladi, umumxalq ovoziga, referendumga qo'yiladi deb aytilgan. Mana shu moddani ham, deydi o'sha suhbatdoshim, konstitutsiyadan butunlay chiqarib tashlayverish kerak. Nega? Chunki bu modda O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon ishlamaydi. Masalan, deydi farg'onalik suhbatdosh, O'zbekistonning tabiiy gazini egasi Rossiyaning Lukoil shirkati. O'zbekistonning tabiiy boyligi bu firmaga qaysi shartlarda, qancha narxda sotilganini hukumat hozirgacha to'liq ochiqlamaydi. Davlat xalqqa tegishli tabiiy boylikni chet el shirkatiga shartlari maxfiylashtirilgan tarzda sotdi va buni xalqdan so'rab ham o'tirmadi. Chorvoq suv ombori bo'yiga kurort shahar qurilishi loyihasi ham umumxalq muhokamasiga qo'yilmagan deyarli. Jizzaxda qurilishi boshlangan atom elektr stansiyasi bo'yicha ham xalqning fikri o'rganilmagan. Konstitutsiyani rahbarlar yaxshi ko'rishadi. Uni ish stoli ustiga qo'yib olishadi. Kitob javondagi eng ko'rinadigan yerga konstitutsiya kitobini qo'yib olishadi. Ularning ish kabinetlaridagi televizorning katta ekranidan esa ertadan kechgacha mamlakatda islohotlar muvaffaqiyatli amalga oshmoqda, aholi turmush darajasi yaxshilanmoqda degan xabarlar oqimi tinmaydi. Rahbarni xizmat mashinasi ertalab ishga olib keladi, kechga olib ketadi. Uning huzuriga ertadan kechgacha olib kirilayotgan turli hisobotlar va statistik ma'lumotlarning hammasi ijobiy. Hamma hujjatlarda bitta gap: bajarildi, samarali bo'ldi, rejadan oshdi, kambag'al uyli bo'ldi, bolalar tibbiyoti bepul, maktablarda issiq ovqat bor.
Rahbar albatta ana shu optimistik va deklarativ dunyoda yashar ekan, u hech qachon shu O'zbekistonda konstitutsiya ishlamayapti demaydi. Rahbarning oldida hech kim shu janob boshliq jiddiy muammolar bor. Parlament, sud, prokuror va mahalliy rahbarlardan xalq norozi. Jamiyat tabaqalashib, boylar bir tomon, kambag'allar bir tomon bo'ldi. So'z erkinligi va fuqarolik jamiyati bilan bog'liq muammolar kundan kunga ko'payyapti deya olmaydi. Bu gaplarni aytgan mulozim rahbarning ko'ziga itdan battar ko'rinadigan bo'lib qoladi. Shuning uchun ham o'sha mulozimlar rahbarning oldida og'iz ochmay, miq etmay turishadi. Og'iz ochsang kallang ketadi degan naql bugungi mulozimlarning asosiy shiori. O'zbekiston konstitutsiyasi mamlakatning eng yuksak qonuni sifatida e'lon qilingan bo'lsa-da, amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, u ko'p holatlarda ishlamayapti. Fuqarolarni himoya qilmayapti va davlat organlari tomonidan har doim inkor etilyapti. Natijada konstitutsiya mavjud, lekin uning hayotdagi ta'siri sezilmaydi. Huquq va erkinliklarni kafolatlash esa qog'ozdagi iboralardan nariga o'ta olmaydi. O'zbekistonda bugun konstitutsiya ishlayaptimi? Men yo'q deb javob beraman. Va bunga yuzlab misollarim bor. Bunday misollar shunchalik ko'pki, konstitutsiyaning har bir buzilgan bandi bo'yicha 10 tadan ko'rsatuv qilsa bo'ladi. Davlat amaldorlari tomonidan buzilgan va inkor qilingan konstitutsiyaning har bir bandi ortida yuzlab, minglab insonlarning taqdiri bor. Shulardan biri bugun chet elda yashayotgan Baxtiyor Umarov bo'ladi. U O'zbekistonda binolar qurgan, bir-biridan go'zal mehmonxonalar va hattoki Amerika elchixonasi diplomatlari uchun inshootlar barpo qilgan. Avvalgi bosh vazir va hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyev bilan shaxsan tanish bo'lishiga qaramasdan 2012-yilda uning bir necha inshootlariga kimlardir ko'z tikadi. Baxtiyor Umarov o'z mulklarini bekorga berishni istamaydi. U shunchaki men bosh vazir taniydigan odamman, mulklarimni tortib olishmaydi deb o'ylagan edi. 2012-yil bosimlar kuchayadi va Baxtiyor Umarov Amerikaga chiqib ketadi. Amerika unga siyosiy boshpana beradi. U shunda ham O'zbekistonda talon-taroj qilingan mulki uchun kurashdan qolmaydi. 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev prezident bo'ladi va 2019-yilda Baxtiyor Umarovga Ichki ishlar vazirligidan qo'ng'iroq qilishib, qaytish mumkinligini, O'zbekistonda tizim o'zgarganini aytishadi. Baxtiyor Umarov O'zbekistonga qaytadi. U oqlanadi. Yana o'zining sevimli quruvchilik kasbiga qaytadi. Jizzaxda Big Plus mehmonxonasini quradi. Lekin uning avval tortib olingan mulklari qaytarib berilmaydi. Aksincha, o'z mulklari uchun kurashishni boshlagan Baxtiyor Umarov ustidan yana yangi jinoyat ishi ochiladi. Va ana shundagina Baxtiyor Umarov O'zbekistonda hech narsa o'zgarmaganini anglab yetadi. Va u yana O'zbekistonni tark etadi. Mana shu yerda bitta faktni aytib ketaman. Baxtiyor Umarov qurgan Big Plus mehmonxonasini yana chet elga chiqib ketgandan keyin prezidentning son sanoqsiz qarindoshlaridan biri o'zining nomiga o'tkazib oladi. Bugun Baxtiyor Umarov Yevropada yashayapti va o'z mol-mulkini xalqaro tashkilotlar yordamida qaytarib olishga taraddud ko'rmoqda. 8-dekabr kuni Baxtiyor Umarov menga telefon qilib, sizni konstitutsiya kuni bilan tabriklayman dedi. Hozir uni menga aytgan tabrigini siz ham eshitasiz. Добрый день, Улугбек. Хочу поздравить всех трудящихся граждан Узбекистана с Днем Конституции. Надеюсь, этот главный закон нашей страны никто не посмеет нарушить впредь. Многие об этом говорят, знают, но уроков никто не вынес. Это плохо. Надеюсь, наш трудолюбивый и мудрый народ сделает правильный выбор в столь сложное время. Конституцию меняли, как при Исламе Каримове, так и думаю, что при следующем президенте тоже будет она меняться. Конституция – это не рубаха, которую можно выворачивать, так сказать, наизнанку, там одевать, как хочется. Конституция – это закон Узбекистана, государства Узбекистана, народа Узбекистана. Конституция – это не закон президента. Я с 91 года занимался предпринимательской деятельностью, строил дома для американского посольства, для дипломатов.
для British American Tobacco бизнесменов строил дома. Я до 2012 года построил 12 отелей в Узбекистане. Самарканд, Наваи, Ташкент, Джизак. В 2012 году наши отели, 2 отеля, просто тупо в 5 утра закрыли. Группа СМБ, налоговая, прокуратура, и я вынужден был уехать. На меня открыли уголовное дело. Я 8 лет пребывал, так сказать, в Америке, работал там. В 2018 году мне позвонил кто-то с администрации, не помню. Я вернулся. Меня оправдали в Ташкентском в городском суде, но имущество не вернули. 2 гостиницы, Сайрам и Наваи. Ну вот и я считаю, что надо судить, исходить из этого. Сколько бы мы ни обращались в Генеральную прокуратуру, в суды, Конституция не работает. Работники прокуратуры оказались сильнее Конституции, закона. По возвращению я построил еще один отель в городе Джизак. Это самый ведущий, лучший отель, Бек Плюс. После чего, значит, после моих обращений в 2024 году, значит, на меня опять открыли уголовное дело на пустом месте. Сейчас не буду я вам рассказывать, как, что, но я благодарен президенту за то, что он находит время наблюдать за всем этим происходящим. И не могу понять, что он ощущает в этот момент. Также в помощи президента, так сказать, в том, что я осваиваю новую профессию блогера. С января месяца я буду рассказывать все, что было с 91 года. Я имею в виду деятельность свою. И нас иногда привлекали к большим мероприятиям, большим строительствам. Я расскажу все. Мне 67 лет. Я 15 лет занимаюсь своей проблемой. Мне это надоело. Я хочу, чтобы все слышали, знали. Расскажу обязательно, кто в 2012 году посадил Уктама Умарова. Это отец Хилолы Умаровой, бывшей нашей, так сказать, снохи. Почему посадил? Расскажу, как привлекали Умарова Нурмухаммада в Джизаке в 96 году. Потом над ним поиздевались. Человек старше нас на лет 10. Расскажу про братьев Абду-Джаббаровых, истинных предпринимателей, сирот, выросших без отца. Один из них, этих братьев, они оба были посажены, а один из них, значит, умер в тюрьме. Это магазин «Комфорт». Расскажу все досконально, по мелочам. Baxtiyor Umarovning hikoyasi Yangi O'zbekiston amaldorlari korrupsiyaga botgan va konstitutsiyaga tish tirnog'i bilan qarshi ekanini isbot qiladi. Baxtiyor Umarov o'zidagi barcha ma'lumotlar bilan negativ dasturida turkum chiqishlar qilmoqchi. Biz u kishiga imkon beramiz, minbar beramiz va tez kunlarda zominlik reyderlar lavhalaridan ham qiziqarli bo'lgan yangi video hikoyalar bilan tanishishni boshlaysiz. O'zbekistonda konstitutsiya rasmiy bayramlar paytida ko'klarga ko'tariladi. Ammo hayotda konstitutsiya moddalari eng ko'p buziladigan hujjatga aylangan. Bugun O'zbekistonda qonunsiz hibslar, tadbirkorlarning mulkini tortib olish, hokimlarning o'ziga xos o'sha amir sifatida harakat qilishlari, fuqarolarning murojaatlariga rasmiy idoralarning javob bermasligi avjiga chiqqan. Konstitutsiya bor, lekin u oddiy odamning qo'liga tegmaydi. Uni xalq emas, kabinetlar ishlatadi. Kerak paytda kattalar uni kerakli sahifasini ochishadi, kerak bo'lmaganda yana yopib qo'yishadi.
Agar konstitutsiya ishlaganida odam adolat izlab eshikma-eshik yurmas edi. Ona bolasi uchun nafaqa so'rab yig'lamas edi. Tadbirkor ertaga mulkimni tortib olishmaydimi degan xavotir bilan uxlamasdan chiqmas edi. Inson gapirgani qo'rqmas edi. Fikr yuritgani va bu fikrni tarqatgani uchun xavotirga tushmas edi. Bugun qonunlar qog'ozda, qalin muqovalar ostida. Odam esa tizim oldida yolg'iz qolgan. Konstitutsiyaning moddalarini 8-dekabrda baland ovozda o'qiysiz, lekin kundalik hayotda uni shivirlab ham ayta olmaysiz. Chunki gapirishning o'zi xavfli. Shuning uchun rostini aytaylik, O'zbekistonda konstitutsiya xalqni himoya qilmayapti. Xalq esa o'z konstitutsiyasini himoya qila olmayapti. Konstitutsiya ishlashi uchun xalq nima qilish kerak? Buning uchun xalq o'zi saylagan prezidentdan va uning vakili bo'lgan hokimdan qo'rqmasliklari kerak. Ulardan hisob so'rash kerak. Aksincha hokimlar va ularning prezidenti konstitutsiyadan hayiqib turishlari kerak. Ana shundagina konstitutsiya kitobi ish stolidagi bezak emas, qonunga aylanadi.